Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Bugungi videomizda Pavlonia navlari haqida, ya'ni FT-M1 Shandong navlari haqida ma'lumot beramiz. Video yoqadigan bo'lsa like va podpisatsiya tugmasini bosishni yoddan chiqarmang. Mana endi ko'rib turgan niholingiz FT niholi hisoblanadi, ya'ni bu birinchisi kattarog'i, ikkinchisi kichirog'i. Bularni asosan Biagomus va Apilka tuproq aralashtirib ekkanmiz. 30% tuproq va 70% Biagomus va kamroq Apilka qo'shiladi namlikni yaxshi saqlash uchun. Ko'rib turganingizdek, 1 oylik nihol ham yaxshi o'sgan, namligi ko'p bo'lib ketgani uchun tagini, ya'ni klyonka stakanning tagini kesganmiz, ya'ni namligini kamroq pasaytirish uchun. Bu niholimiz esa M1 navli niholimiz. Bu ham juda ham yaxshi rivojlanmoqda. Ko'rib turganingizdek, barglari ham juda ham yaxshi, o'sishi ham yaxshi. Bunga ham xuddi shu holat, ya'ni 30% tuproq, 70% Biagomus va Apilka. Kamroq sariq joylari Apilka tashlangan. Namlikni juda ham yaxshi saqlaydi. Asosan M1 navi O'zbekistonda juda ham yaxshi nom qozongan, ya'ni yaxshi rezultat bermoqda. Undan tashqari FT ham juda ham zo'r, ya'ni FT M1 o'sish jarayoni deyarli farq qilmaydi, ya'ni juda ham bir-biriga o'xshash nav o'sish borasida. Yani endi bu esa Shandong navimiz. Shandong navimiz asosan Fortuna va Talentoza navlardan chashtirilgan nav hisoblanadi. Bu sortimiz ham juda ham yaxshi sort hisoblanadi. FT-M1 dan ham unchalik qolishmaydi. Ko'rib turganingizdek, stakanimizda, ikkinchi stakanimizda bitta qalamchadan ikkita nihol chiqqan. Ya'ni uni vaqti kelsa bittasini olib tashlaymiz. Ya'ni bitta yaxshi yakka nimasini shoxini qoldiramiz, tanlashi o'sib ketishi uchun. Asosan biz FT-M1 navlariga urg'u bermoqdamiz, ya'ni o'tgan yili bizda faqat Shandong navi bo'lgani uchun hozir endi FT-M1 navlaridan topib keltirganmiz. Xudo xolasa bu yil asosan FT va M1 navlariga e'tibor beramiz, ya'ni 3 chala navidan ham ekib ko'ramiz, qaysi biri juda ham yaxshi moslashadi va tez o'sadi. Hozir video oxirida yana bir juda ham ajoyib Pavlonia niholini ko'rsatamiz. Bu Pavlonia ikki xil svetda o'sgan, ya'ni ikki xil svetda chiqqan, oq va ko'rib turganingizdek yashil. Bu nav